Chef va Erka bilan To'ktar. Erka bilan To'ktar so'nggi paytlarda mashg'ulotlarni nihoyatda qattiq olib borayotganligi bilan e'tibor markazida. U nafaqat tayyorgarlik, balki arenadagi bayonotlari bilan ham muxlislarning e'tibor markazidadir. Qo'l jangida har qanday raqibni yer tishlataman deb bayonot bergani ham ko'pchilikning yodida. Men, блядь, MMA'ni naq qo'yam, блядь. Shu bois Erka bilan To'ktar bugun bir qator bokschilarimizga qiziqish bildirmoqda. Ehtimoliy janglar haqida ham gapira boshladi. Erka bilan To'ktar va Shohjahon Ergashev. Juda murakkab va bahsli holat, shundaymi? Ularning vazni deyarli bir xil, ammo tajriba va yosh jihatdan Shohjahon Ergashev professional bokschidir. Qo'lda juda ham kuchli zarba yo'llaydigan Shohjahon Ergashev hujumkor va kombinatsiyalarni aniq yo'llaydi. Erka bilan To'ktar hozircha havaskor maqomda bo'lsa-da, jismoniy tayyorgarligi, agressiv uslubi va o'ziga bo'lgan ishonchi bilan ajralib turibdi. Biroq savol tug'ilmoqda. Professional darajada kuchli zarbalar beradigan Shohjahon Ergashevga To'ktar bardosh bera oladimi? To'ktar bu jangdan sog' chiqadimi? Jangni o'zi qabul qiladimi? Albatta, Shohjahon Ergashev hech qachon Erka bilan To'ktarga vizib tashlamaydi. Qadrli do'stlar, bu albatta fantastik solishtiruv, ammo juda qiziqarli. Sizningcha agar Shohjahon Ergashev va Erka bilan To'ktar jang qiladigan bo'lsa, kim ustun bo'ladi? Albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Shohjahon Ergashev va Erka bilan To'ktar.